Hunarına 35 yıl, 40 yıldan bo'lib qoldi, 40 yıldan beri shug'ullanamiz. Ota hunariga shu beshik kelamiz. Bir jumada 8-15 yil tayyorlanadi-da. Tal beshiklar var, qora tal. 85'ler var, 85'ler var. O'shanday materiallardan qilinadi. Qo'l stanokda qilinadi-da ular. Stanokda qilinadi. Jag'ashda avraotga qilgandan keyin polirovka qilinadi ustidan. Ondan keyin jilim surkiladi-da, bo'yoq joyli ketmasdan. Uni ustidan keyin bo'yoqdan keyin lak beriladi, laqlanadi. Ular pechatda bosiladi-da, pechat. Bari pechatda, ular o'shanda pechatlari bor, pechatlar bilan salib chiqadilar. Ular do'konda yo'llar uzun chiziladi-da. Qaratal beshiklar bo'ladi, qarataldan yaxshi beshiklar. Pishirilgan pishiq yaxshi. Terinishi ham yaxshi. Hozir 6 turi bor-da, yerda beshiklar. 6 turi bor. Yaxshi materialga qarab, ana ishto berilgan holatda. Anda uzorlari, qiyinroq uzorlar bor. Prosto uzorlar bo'ladi. O'shaga qarab bahosi ko'tarilib tushadi o'shanda. Ular uzorlari har xil bo'ladi-da. Qiz bolaga, o'g'il bolaga отдельно uzor bo'ladi. Mana fioletoylar qiz bola, o'g'il bolaga ham bo'laveradi. Mana ko'ktar только o'g'il bolaga olmoqda. Ana bunday alli svetlar bo'ladi, molar alli svet. Malina svetlar bo'ladi, mana to'g'ridagi malina svetlar o'shalar, o'rtada turganlar. Bu guldular. 3000 o'shanday bog'lari bunday раскладочка beshik deb qo'yadi, раскладочка beshik bo'ladi. Готовый mana bunday, готовый. Ammo skladnoy bo'lgan shunday skladnoy bo'ladi bunday. Buni beshik Rossiyaga olib ketishadi. Boshida только beshik qilib tegiladi. Bunday jaqutlar buni keyin bo'ldi. Bu sayz mahalında bo'lganda boshlanishi o'shanda bo'lganda. Ungachayin prostoy beshik bo'lgan, o'zlari beshik sotib olib, uyinda o'zlari qiladilar ustilarini. Mana jaqchiqlar. Keyin bozorga ham chiqishni boshladi ham shuni. Oldingi beshiklar razmer ozmas kichkinaroq bo'ladi. Ham beshiklar jengil, xipchan bo'ladi hozir. Keyin uzorlar ko'payib, ishlari ko'paydi hozir. Mehnat ko'paydi hozir. Mehnat ko'paydi. Hozir splashnoy bunday bo'ladi-da, splashnoy shunday. Hozir endi bunday ulanib chiqadi-da, отдельно ножкалар отдельно bo'ladi. Nimalar отдельно bo'ladi. Oldingi beshiklar bunday pramo liniya deb qo'yadi, bunday pramo chiqqanda, nimalar